Bugungi zamonning shiddat bilan rivojlanib borayotgani odamlarning ham hayotga bo'lgan qiziqish va intilishlarini oshirayapti. O'z navbatida shijoat va g'ayrat bilan harakat qilishga undamoqda. Qadim tarixga ega bo'lgan qo'shiqlar, turli navo hamda taronalar xalqimiz uchun ham boy meros sanaladi. Ana shu boy merosini asrab avaylash, uni kelgusi avlodlarga yetkazish muhim omillardan desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Shuni alohida e'tiborga olgan holda mavjud bolalar musiqa va san'at maktablarida o'quvchi yoshlarni to'g'ri tarbiyalash, ularning qalbida ezgu g'oyalarni singdirish borasida samarali hamda tizimli ishlar olib borilyapti. Bugungi kunda o'sib ulg'ayayotgan yosh san'at vakillariga to'g'ri tarbiya berish, ularni har jihatdan shakllantirish, an'anaviy xonandalik, sozandalik, cholg'u asboblarini maromiga yetkazib chalishni o'rgatish hamda shu kabi muhim vazifalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'tkazilayotgan turli tadbirlar, musiqiy kechalar hamda tanlovlarda ularning salohiyati va mahorati, iqtidori yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Mirishkor tumani Jeyno shaharchasida joylashgan 21-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida o'tkazilgan yil yakunlariga bag'ishlangan bayram tadbirida ana shunday yosh iqtidor egalarining san'at va iste'dodlari yaqqol ko'zga tashlandi. Yoshlarning musiqa va san'atga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni har jihatdan qo'llab-quvvatlash muhim va asosiy masalalardan sanaladi. Aytish mumkinki, musiqaga oshno insonning qalbi yaxshilik va ezguliklar bilan hamohang bo'ladi. Kuy, ohang va ovozning uyg'unligi ajoyib qo'shiq, dillarga xush yoquvchi taronaning dunyoga kelishiga sabab bo'ladi. Eng avvalo bunda ijro etuvchining mahorati, san'ati va iste'dodi asosiy o'rin tutadi. Hech baho berganmisiz? San'atga yaqin kishidan yomonlik chiqmaydi. U faqat insonlarga yaxshilik ulashay deb yashaydi. Chunki qo'shiqlarda ham yaxshilik va insoniylik tuyg'ulari aks etadi. Go'zal satrlardagi ma'no hamda mazmunlar bilan boyiydi. Ushbu tadbirda ham ana shunday qo'shiqlar kuylandi. Yosh iqtidor egalari tomonidan ajoyib tarzda ijro etildi. Bayram tadbirida so'z olganlar tomonidan bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, xususan madaniyat va san'at sohasining rivojlanayotgani, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning iste'dod va qobiliyatlarini yuzaga chiqarishda muhim masala sifatida qaralayotgani ta'kidlandi. O'z navbatida 2025-yilda erishilgan yutuqlar sarhisob qilindi. 2026-yildagi reja hamda vazifalar belgilab olindi. Ma'lumot o'rinda shuni ta'kidlash lozimki, yakunlangan yilda mazkur bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilari orasidan 30 nafardan ortiq o'quvchi yoshlar respublika miqyosidagi qator tanlovlarda qatnashdi. G'oliblar safidan joy olishdi. Biz birgina mana shu musiqa maktabimizdagi faoliyatda aytayotgan bo'lsak, 2025-yilda juda ham yaxshi o'zgarishlar bo'ldi, yutuqlarga boy yil bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Sababi 30 dan oshiq o'quvchilarimiz respublika hamda viloyatlarda birinchi o'rin g'oliblari, sohiblari bo'lishdi. Maktabda hozir 13 ta yo'nalish mavjud. Bizda maktabimizda ilmli, juda ilmga chanqoq o'quvchilar juda ko'p. Talabchan, shu ota-onalari bilan kelib Jenoni o'zidan juda taniqli san'atkorlar chiqqan, respublikada xizmat ko'rsatgan artistlar chiqqan. Jenoda hozirgi yoshlar o'ylaymizki, mana shularning ustozlarini izdoshlari bo'lib faoliyat yuritadi degan umiddamiz. Jeno musiqa va san'at maktabimizda hozirda 15 nafardan oshiq oliy ma'lumotli mutaxassislar dars berib kelmoqda. Biz jami o'qituvchilarimiz 40 nafar. Bunda o'zlari o'sha qishloqlarda, chekka-chekka hududlarda borib o'zlari konsert qo'yishdi, yo'lga qo'yib olishgan. San'atga yaqin, oshno qalbdan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Jenoda juda san'atni yaxshi ko'radigan odamlar ko'p. Bulardan o'sha yoshi keksa buvalarimiz ham, momalarimiz ham shu olib kelishadi. Shunaqa maktab bor Jenoda. Shu bizni nevaramiz doiraga qiziqib qolgan, fortepianoga qiziqyapti. Mana shuni iltimos o'rgatib bersangiz deb olib kelishadi. Biz ustozlar bilan birgalikda maslahatlashib bu bolalarni talantini hisobga olgan holatda qabul qilib olamiz. O'zimizni komissiya a'zolarimiz bor. Bular bilan birgalikda o'sha bolani tekshirib ko'ramiz. Qani san'atga yaqinmi? Bu nima chala oladi?
yoki an'anaviy xonandaga yaxshimi yo chalishda yaxshimi, biz uni tekshirib olamiz. Sababi uni ertasi yaxshi bo'lishi kerak. Ertasida yaxshi san'atkor bo'lib yetishishi uchun, yaxshi sozanda bo'lib yetishishi uchun biz shuni poydevorini yaratamiz. Bu yog'i ustozlar bilan birgalikda yanada yaxshi bo'ladi ijodlari. Prezidentimizning 2022-yil 2-fevraldagi madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida bolalar musiqa va san'at maktablarida mahorat darslarining tashkil etilishi yosh musiqachi bolalarning har jihatdan shakllanishini ta'minlamoqda. O'zbek xalq musiqasi hamda milliy musiqamizni anglashda muhim vositalardan sanalgan xalq cholg'ulari orkestri va xor dirijyorlik san'ati xususida bilimlarning berib borilayotgani ham ular ongida sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda yurtimizda madaniyat va san'at sohasi, ayniqsa milliy musiqachiligimiz rivojiga qaratilayotgan e'tibor tufayli mazkur yo'nalishdagi ishlar yanada yuqori bosqichga ko'tarilmoqda. Yosh san'atkorlar bilan uchrashuv va muloqotlar iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni yanada yuksak marralar sari ilhomlantirishga undamoqda. Musiqa san'ati hayotidagi yangiliklar, kompozitorlar ijodi, O'zbek xalq cholg'ulari orkestri haqidagi ma'lumotlar ularda katta qiziqish uyg'otyapti. Ustoz san'atkorlar bilan jonli muloqotlar, davra suhbatlari esa o'g'il-qizlarning ilmiy salohiyati, musiqadagi bilimlari yaxshilanishida sezilarli ta'sir ko'rsatyapti. Mazkur tadbir ham yoshlarning mavzu doirasidagi bilim va tushunchalarini boyitish bilan birga ijodiy va intellektual salohiyatini yuksaltirishga xizmat qildi. Bizni 21-sonli musiqa va san'at maktabida 170 tadan ziyod o'quvchi ta'lim oladi. Albatta o'zim ham she'rga rubobdan dars beraman, musiqa o'qituvchisiman. Bugun jamiki shogirdlarimizni ko'rdingizlar. Juda talabchan o'quvchilarimizni talabgorligi, san'ati juda zo'r, juda yaxshi ta'lim berilayotgan o'qituvchilarimiz hammasi o'qimishli o'qituvchilar, juda yaxshi ta'lim olyapti. Albatta sizlar bu yerda talabchan o'quvchilarni ko'rdingizlar. Bizlarning niyatimiz mana shu 21-sonli musiqa va san'at maktabida ta'lim beramiz. Albatta bu yerdan zo'r o'quvchilar chiqadi. Hammalariga omad yor bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Bizni mana shu O'zbekistonda hech qachon ko'z tegmasin. Albatta rubobdan ham o'quvchilar bor, talabchan rubob tomonidan ham ta'lim olishyapti. Qolaversa mana bir bulardan tashqari mana teatr yo'nalishlari bor. 6-7 ta yo'nalish bor. Hammasiga ham o'quvchilar juda yaxshi ta'lim olyapti. Tadbir davomida o'quvchi yoshlarning turli yo'nalishlardagi iqtidor va mahoratlari yaqqol ko'zga tashlandi. Turfa musiqa asboblaridagi chiqishlar, ajoyib qo'shiq va ijrolar yig'ilganlarda ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Sobirjon Muhimjonov ham oldiga katta maqsad va rejalar qo'ygan o'quvchi yoshlardan. Uning tadbirdagi chiqishi ham ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Men san'atga qiziqishim bog'cha boradigan paytimdan bu yerga kelardim. Keyinchalik qo'shiq
maqomga qiziqdim. Keyin esa domlalarim yaxshi o'rgatishib, qiziqtirishdi. Undan keyin mana shunaqa konkurslarga chiqib, tanlovlarga chiqib, shunaqa medallar olib, diplomlar olib kelyapmiz. Ustozlarimga rahmat deb qolaman. Bugungi hisobot konsertda men hozir Dilxiroj qo'shig'ini kuyladim, keyin esa jo'rnavozlikda hozir kuylaymiz. Mustahzotni kuylaymiz, keyin Yangi yil qo'shig'ini kuylaymiz jo'rnavozlikka. Keyin men yana Ey Sabo qo'shig'ini, Guljamol qo'shiqlarini sevib kuylayman. Kelajakda katta hofiz bo'lib, xalq hofizi bo'lishni istayman va men o'zimni bilimimni boshqalarga ham yetishtirishni istayman. Shu Sobirjon yoshligidan doiraga qiziqib, nima qilib shu yerga qo'yib edik. Undan keyin shu maqom yo'nalishiga qiziqib, san'atga qiziqishini ko'rdik, qo'shiq aytishga. Keyin Og'abek ustozga Odiljon Abdurahmonov hozirda ta'lim berib kelyaptilar. Bular ustozlarga hammasiga rahmat. Ma'murjonga nima deysiz, kelajakka umidlarimiz katta bundan. Bolalikdan xirgoyi qilib yuraydi qo'shiqlarni, nima qilib, qo'liga nima tushsa cholib, o'shalardan nima qilib, keyin momosi uni kuzatib yuraydilar, o'shanga keltirib momosi qo'yganlar bu yerga musiqa maktabiga. O'shandan beri mana yaxshi yuzimizni yorug' qilib, nima qilib yuribdi. Ustozlarga rahmat. Shu kuni tadbirda Qorbobo va Qorqizning ishtiroki bayramning yanada ajoyib hamda o'ziga xos ruhda o'tishini ta'minladi. Asosiysi bu konsert dasturi barcha ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Ishonamizki, ana shunday bayram tadbirlarining tashkil etilishi musiqaga shinavanda yoshlardagi sahna madaniyati shakllanishi, ularning o'zlariga bo'lgan ishonch hissalari ortishida muhim omil sanaladi. Zero bundan ko'zlangan asosiy maqsad ham shu aslida.